Ko'pincha onalar bolasiga shamol olib qoldi deb burni oqib qolsa sirab doktorga shifokorga yugurishadi. Nimaga? Chunki sirab ular borsa antibiotik yoki tomog'ini yuvishadi yoki burnini yuvishadi. Bu yerda aniqlik kiritib turish kerak. Qanaqa? Masalan, unda rostdan shamollash ketyaptimi yo allergiya ketyaptimi? Shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bir ikkita analizlar bor. Shu analizlarni topshirish kerak bo'ladi. Immunoglobulin E va общий analiz krov, prokalsitsitanin degan analizlar bor. Shu analizlar orqali bolada shamollash ketyaptimi yo allergiya ketyaptimi? Shu analizlar bilan xulosa chiqarib, keyin kerakli dorilarni qabul qilishinglarni tavsiya beraman. Antibiotikdan o'zinglarni ehtiyot qilishinglar kerak. Bilar bilmas antibiotiklarni ichirish kerak emas, chunki kishechniy florasi tushib ketadi. O'sha bakteriyasi полезный, o'sha odamga kerakli bakteriyalarni ham o'ldirib olish xususiyatiga ega. Shuning uchun bilar bilmas antibiotiklar ichirish kerak emas. Bunaqa holatda shifokorga murojaat qilishinglarni tavsiya beraman. Shifokor buni aniqlik kiritib, shunga qarab davolash ishlarini olib boradi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.